Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 1-fevral haftaning yakshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozorda bozor bo'ladi. Ertalab bozor 6 da boshlanib, kunduzi 11 gacha bozor bo'ladi. Vaqtliroq kelasizlar. Donaga nech pul ekan bu? Donaga 35 ming so'm. Pachkaga nech pul? 33 ming so'm ekan pachkaga. Buni razmeri qanaqa? 5 yosh, 6 yoshga ekan. Bunisi ham shunaqami? Rasvetkasi ekan-a bu. Bunisi-chi mana? 35 ming, pachka tepapas. Tepapasa 35 ming so'm ekan. Bu kiyimlarisi-chi bunisi? 10 ming so'm. Bunisi-chi? 10 ming so'mdan ekan. Bular nech pul? 20 ming so'm, ha? Bu tepalikda o'zimi yo pasti ham bormi? Tepalikda o'zimi bu? Ichida koftasi bor. Ichida koftasi bor ekan. Yaxshimikan? Xo'p. Bularchi? Hala bular ham sizda bu? 35 ming. 35 ming so'm pachkaga ekan. Telefon nomeringiz nechi? Telefon nomeringiz. Nima deysiz? Telefon nomeringiz bormi? Ha. Yeting nomeringizni. 059 Nechilik u? 90likmi? 95 95lik 059 0841. 0841 ga telefon qilaverasizlar.